Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Dua bendichilikning, qulchilikning dalilidir. Yani sizning Alloh taologa duo qilishingiz, sizning Alloh taologa qulchilik qilayotganligingizning, bendichilik qilayotganligingizning ifodasi. Alloh taolo mahluqotlarga rozi bo'lgan, tanlagan din boshdan oyoq islom dinidan iborat. Payg'ambarlar islom dinini ilib keldi. Alloh taolo shunday deydiki, "Innad dina indallohil islam." Alloh taoloning huzuridagi din, maqbul din islomdir. Islom deganimiz Alloh taologa ixlos qilish, Alloh taologa taslim bo'lish, Allohdan boshqa ibodat qilmaslik degan gap. Qalblarning butunlay Alloh taolo tarafga yuzlanishi. Islom dini bizning otimiz Ibrohim alayhissalomning dinidan iborat. Islom dini aqida va shariatdan iborat, u ilm va amaldan iborat. Badan a'zolarimizning ish harakatlari uni rostga chiqaradigan ishki amallardan iborat. Qalbning amal ibodatlaridan iborat. La ilaha illalloh islom dinining asosidir. Uning g'oyasi va sababidir. La ilaha illallohni talaffuz qilib qo'yib, uning ma'nosiga amal qilmasa, ma'nosini tushunmasa, uningga hech qanday foyda bermaydi. Ruhsiz jasadga o'xshab qoladi. Alloh taolaning dini Alloh taologa ibodat qilish ustiga qurilgan. Mush sababdan Alloh taolo elchilarni avatgan, kitoblar nozil qilgan. Islom dini Alloh taolo bandalardan oshkor qilishni yaxshi ko'rgan dindan iborat. Garchi bu islom diniga to'sqinlik qilgan, yuz o'radigan kishilarning ochig'ini kelsin. Fad'ullaha mukhlisina lahuddin va law karihal kafirun. Kafirlar yomon ko'rgan taqdirda ham Alloh taologa ixlos qilganlar duo qilgan. Alloh taolo payg'ambarini qavmiga bu dinning payg'ambar aslam ep kelgan bu payg'ambarlikning yolg'iz egani Alloh taologa duo qilish ustiga qurilganligini e'lon qilishga buyurgan. Qul innama ad'u robbi va la ushriku bihi ahada. Ayting ey Muhammad alayhisalom, men faqat Rabbimga duo qilaman. Uningga hech qanday narsani sherik keltirmayman. Alloh subhanahu va taolo Alloh duo qilishdan takabburlik qilgan, bosh tortgan kishilarga do'zaxni va xorliqni va'da qildi. Innal ladzina istakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mening ibodatimdan, menga duo qilishdan bosh tortgan kishilar do'zaxga, jahannamga xor holatda kirdi. Alloh taolodan so'ramay, mahluqotlardan so'rasa, bu azg'unlikning, oxiratdan g'aflat qilganlikning alomatidir. Allah baxşına deydi ki: "Ve iza zukirallahu vahdahu ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil ahireh." Allah Taala yalğız degan Allah Taala tilga ilinsa, oxiratga ishonmaydigan kishilarningki qalbini aytib yaram bo'ldi deydi. Mayli bizning qalb ibodatlarimiz bo'lsin, yoki badan amallarimizningki ibodatlari, tashqi ibodatlarimiz bo'lsin, uning hammasi amaliyotda duodan iborat. Chunki buni holat dili isbotlab berdi. Chunki biz bu amal ibodatlarimizni qilgan vaqtda Alloh taolaning bizni qabul qilishini so'raymiz. Gunohlarimizni mag'firat qilishini so'raymiz. Alloh taolo yaqinchilik qilishini so'raymiz. Bu orqali Alloh taolaning muhabbatiga, yaxshi ko'rishiga erishishni so'raymiz. Shuning uchun amal ibodatlarning hammasi duodan iborat. Shundaqla duo ibodatdan iborat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam innad duo huval ibodat. Duoning o'zi ibodat degan. Ondan bu oyatni o'qigan. Va qala robbukum ud'uni astajib lakum. Rabbinglar dediki, "Men duo qilinglar, men duolarni ijobat qilaman." Duoninki ahmiyati nihoyat cho'ng. Alloh taolo kitobini ihtinas siratal mustaqim, bizni to'g'ri yo'lga boshlag'in, hidoyat qilgin degan shu duo bilan boshildi va Qur'on Karimni Qul a'uzu bi robbil falaq, qul a'uzu bi robbin nasdan iborat shu duoni o'ziga olgan shu oyatlar bilan oxirlashtirdi. Alloh taolo shunday dediki, "Fad'ullaha mukhlisina lahuddin." Alloh taologa ixlos qilgan holatda duo qilinglar. Allah subhanahu wa ta'ala muhtojlarning duosini ijobat qildi, anglaydi. Hatta kafirlarmi beshiq ig'ir kun kelgan chaqda Alloh taologa duo qildi. Qiyinchilikdan o'tiblar, yana asli qaytib oladi. Ya'ni bu kafirlarmi beshiq ig'ir kun tushgan vaqtida Alloh taologa yelindi, yalvirdi. Alloh subhanahu wa ta'ala har vaqt, har qanday ahvol ostida duolarimizni anglaydi. Alloh taolo hamma narsaga qudrat yetadigan zotdir. Rizq Alloh taolaning qo'lida.
berish va bermaslik Alloh taoloning qo'lida. Alloh subhanahu va taoloning mukammal sifatlari, ulug'liq sifatlari bor. Allah Taala şuna velillahil esmaul husna fad'uhu biha. Allah Taala'nın güzel isim sıfatları var. Şu Allah'ın güzel isim sıfatlarını vesile qilib turib Allah dua qilinglar degan. Yani Allah Taala'nın isim sıfatlarını deb turib Allah Taala'dan so'rasak Allah dualarımızı icabet qiladi. Allah bu vaqt yani shuna deydiki ve iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'vatad da'i iza da'an. Agar bandalarim men haqida so'rasa men ulardan yaqinman. Menga duo qilgan kishining duosini ijobat qilaman deydi. Alloh taolodan rahim shafqat tilagan kishi, rahim qilishni tilagan kishi Alloh rahim qiladi. Gunohlarini mag'firat qilishni talab qilgan kishining gunohlarini mag'firat qiladi. Rizq so'rasa Alloh taolo rizq beradi. Alloh taologa o'zining muhtojligini ifodalasa, Alloh taolo uni fazl marhamatidan boy qiladi. Chunki Alloh taolo valillahi xazainus samawati val ard bo'lgan zot, ya'ni osmonlarning va zaminning xazinalari Allohninkidir. Alloh taolo butun koinotni tadbir qiladi. Alloh taolo mahluqotlar orasida haq bilan hukm qiladi. Alloh taolo eng suyimli kishilar Allah Taala en köp yelinadigan, en köp sual soraydigan, yani Allah'tan soraydigan, Allah köp dua qiladigan kishilardir. Bendining iymoni qancha kuchaygan siri, dinni qancha tushungan siri, Alloh taologa shuncha esilgan siri, har qanday ahvolda Alloh taologa duo qilishga yuzlandi. Masalan, ishlarda istixora soladi, bir ish tavakkul qilib qilgan bo'lsa, Alloh taolodan osonlashtirib berishni, muvaffaq qilishni tilaydi. Har qanday vaqtda Alloh taologa duo qiladi. Peygamber aleyhisselam bu vaqt shundoq dediki, sizlarning biringlar hojatlarning hammasi Alloh taoladan so'rasin, hatto oyog'ininki jip uzilib ketadigan mushta ish bo'lsa-mu Alloh taolaga duo qilsin degan. Shayxul Islom payg'ambarlar va ularning ergash kuchilari Alloh taoladan diniy maslahatlar, dunyolik ishlar, oxiratlik ishlar uchun Alloh taoladan savol so'raydi deydi. Allohdan shundoq so'raydi. Diniy ish uchun va dunyolik ish uchun, oxiratlik uchun davomli Alloh taolaga duo qiladi. Peygamberler shuncha ko'p duo qilgan ekan, bizlar texim bakroq, texim ko'plab duo qilishimiz kerak. Agar bir kishi o'zining tavhidining, aqidasining, iymonining qandaqligini bilmoqchi bo'lsa, kimga duo qilayotganligiga qarasin. Alloh taologa duo qilgan, ixlosmanlik bilan Allohga duo qilgan kishi bu muvahhid bo'ladi. Alloh taolodan boshqalardan tilgan, Allohdan boshqalardan so'rab, Allohdan boshqalarga duo qilib yuzlangan kishining o'ningki iymonidan chatoq chiqdi degan gap. Duo nihoyatda katta ulug' ibodat, uning yaxshiligi o'liklarga, tiriklarga hammasiga duoning yaxshiligi yetadi. Duo Alloh taoloninki irodasi bilan, Allohning izni bilan balo qazolarni qaytirdi. Alloh taolo o'zining izni bilan duo qilguvchilarning duosini ijobat qiladi. Balo musibatlarni ko'tarib o'tishga sabab bo'ladi, nurg'ulg'an yaxshilik va rizq akiladi. Shuning uchun bizlar Alloh taologa yalvarib turib, yelinib turib duo qilishimiz kerak bo'libmi? Bugünkidek ahvol ostida har namozimizda Alloh taologa duo qilishimiz, bizdan bu balo musibatlarni ko'tarib o'tish haqida yelinib turib duo qilishimiz, qarindoshlarimizga zahrul g'ayb, ya'ni g'oyibani duo qilishimiz kerak. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk.